Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga shlaka blok yoki gaza blok, polistira blok, pena blok, qo'yingki bloklarni ustidan yoki pishgan g'ishtni qo'yingki barcha turdagi devorlarni ustidan suv oqmasdan tez, oson va arzon bitadigan bitta usul haqida gaplashib o'tmoqchimiz. Suv haqida ham ma'lumotlar beramiz. Qaysi biri afzal, nima haqida, shular haqida to'liq bir video qilib sizlar bilan ulashmoqchimiz. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, do'stlar, ko'pchilik shlaka blokdan uy solgan bo'ladi yoki bo'lmasa gaza blok, pena blok qo'yingki, hozir pishgan g'ishtni nimadan bo'lsa ham blokdan solgan g'ishtlari bo'ladi. Endi ular ustidan ko'pchilik suvoq qiladi, shkaturka qiladi yoki bo'lmasa rodman suvoq qiladi, kafilkaga tortadi. Hamma har xil usuldan foydalanadi. Endi biz sizlarga hozir ajoyib usul tavsiya qilamiz. Arzon chiqadi. Bu ko'rib turganinglar devoringlar hech qanaqa rodman suv emas yoki ohay suv emas. Shunchaki gipsokartonni rodmanga yopishtirib qo'yilgan. Kafel qanday terilsa, xuddi shunaqa qilib terib yopishtirib qo'yilgan. Mana shunaqa bo'ladi ustidan. Mana ko'rishlar mumkin. Yopishtirilgan. Bular hammasi mana shu ko'rib turgan binolar 3 yil oldin adashmasam shunaqa gipsokartdan yopishtirilgan. Shlaka blokqa dubl tortib bo'lmaydi yo boshqa deyishadi, lekin dubl ham tortilmagan bunga. Shunchaki gipsokartonni sostavini kuchaytirib qo'yilgan, lekin birontasi tushgani yo bo'lmasa ko'chgani boshqa bilingani yo'q. Nima uchun gipsokarton? Sababi arzon chiqadi akalar. Misol uchun bitta gipsokarton 50 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bitta gipsokarton 3 kvadrat chiqadi. Taxminan kvadrati 15 ming 20 ming so'mga tan narxi kelib tushadi. Mana 25 mingga tushsin. 1 kvadrat joyi. Eng qizig'i deyarli shpakilovka tortilgan holatda bo'ladi. Yengil bitta shpakilovka tortib olsanglar bo'ldi. Ko'chib ketadimi, tushib ketadimi deganlarga mana ko'chib ketib qolmaydi, teshilib qolmaydi yo boshqa bo'lib qolmaydi. Mana shu binoylar mana ko'rishlar mumkin. Mana necha yildan beri, 3 yildan beri xizmat qilyapti. Har bironta joyi tushib yo ko'chib ketgan joyi yo'q. Balkon aylantirib gipsokarton qilingan. Keyin gipsokartonni yana bitta fishkasi bor, do'stlar. Mana ko'ra o'zingizlar bilasizlar, gaza bloklar soat yaxshi tushadi. Sababi ichida arviyachalar bo'ladi. Shu vakuumchalari soat ushaveradi. Gipsokartonda ham xuddi shunaqa narsa bor, mana. Buni ham ko'rishinglar mumkin. Bunda ham arviyachalar bor. Shuni hisobiga soatni ushaverish xususiyatiga ega bo'ladi. Uyingizni isitishda yoki sovutishda foydasi tegadi. Bu foydali tomonlari shu. Endi agar tez bitirmoqchi bo'lganlarga yo bo'lmasa hamyonbop bitirmoqchi bo'lganlarga yaxshi narsa, tez bitadi. Kafel singari o'rgimga qo'yib ketaverasiz. Bitta yopishtirganda 3 kvadrat yopishtirishadi ustalar ham. Taxminan kvadratini 20 ming so'm bor, 25 ming so'mga yopishtirib berishadi devoringiz ustida. Boring, sizga usta haqqi bilan 50 ming so'mga tushadi 1 kvadrat. Rodman suvoqda bo'ladigan bo'lsa, rodman suvoqda hisoblaydigan bo'lsak, rodman suvoqqa taxminan 20 kilo rodman ketadi 1 kvadratga. 20 kilo rodman ketadigan bo'lsa, 20 kilosi 6 mingdan 600 so'mdan 10 kilosi 6 ming so'm, 12 ming so'mlik rodman ketar ekan 1 kvadratiga. Endi usta uni 45 mingga qilib beradi. 12 ming, 15 ming so'm, 45 ming so'm, 70 ming so'mlarga rodman suvoq tushar ekan akalar. Endi nima deb o'ylaysizlar? Rodman suvoq yaxshimi, gipsokarton yaxshimi? Bu gipsokarton 50 ming so'm chiqsa taxminan, u 70 ming so'm, 20 ming so'm, 30 ming so'mgacha farq qilar ekan. O'z fikringizni izohlarda qoldiring. Ustalar juda ham ko'p bu sohada ishlaydigan. Tavsiya qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Kanalimizda juda ham foydali videolar ko'p. Obuna bo'lishni unutmang.